Mustaqillikda eng asosiysi hammamizni xursand qilganimiz mana butun qo'shni davlatlarning hammasi bilan hamma davlatlar borasida yaxshilik bo'ldi. Bordi keldi bo'ldi. Havosi ham toza, suvi ham toza, hamma yoq toza. Odamlari ham undan ham toza. Shuning uchun bu Bo'stonliq rayonini viloyatimizda, respublikamizda eng birinchilar qatoriga chiqarishga mana shu yerda o'tirgan biz nuronilar, yoshlar hammamiz butun g'ayratimizni qo'shib chiroyli rayon bo'lsin degan umiddamiz. Tumanimizning salohiyati juda katta ma'noga ega. Shu bundan mana o'rtanaganmiz xarakter bo'ldi. Sizlar bilan mana shu dargohda diydorlashib o'tirganimizdan biz g'oyatda xursandmiz. Men yaqinda bir chiroyli gap eshitdim. Yozuvchi butun dunyoga prezidentimizni shu qadar hammani nurli yo'lga boshlashayotganini chiroyli qilib yozibdi. Umr ekan, bekat ekan to'xna bu dunyo, umr ekan to'xtamas daryo. Shu bekatda borman tirikman, kimlargadir hamon kerakman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz shu auditoriyaga kelgan mehmonlar va mezbonlar. Yurtimiz ravnaq topib kelyapti. Bo'stonliq rayoni Toshkent shahri o'pkasi deydi. Nega deganda bu yerda Shveysariya bilan havosi ham, suvi ham teng bo'lgani uchun mana shu yerga butun nima xalqimiz respublikadan hamma xalq kelib turib mana shu yerda ko'proq dam oladigan turizm maskaniga aylanyapti. Bunga albatta bu yerda Ahmet Uzunbek Ilhomovich hokimimiz boshchiligidan mana shu yerda katta ishlar olib borilyapti. Mana shu bugungi 3 avlodni mana shu yerga yig'ib hammamizni bir-birimizga tanishtirayotganiga ularga katta minnatdorchiligimizni izhorlaymiz. Men nimadan bitta yana aytadiganimki, mana urg'unchi bo'lganim uchun men yoshlarga aytadiganim qaysi kasbni egallasalar ham shunga puxta tayyorgarlik qilinglar. Men urg'unchi bo'lganim uchun men shu nimada yarim asrdan ko'proq ishladim. 46 yil rahbarlik qildim. Shu mobaynida o'rmon bilan qoplangan maydon Bo'stonliq rayonida 35 ming gektarga ko'paydi. Men albatta bu o'rmon bilan ko'paygandan keyin o'rmon bo'lganda suv bo'ladi, suv bo'lgan joyda hayot bo'ladi. Yurtimiz obod bo'lsin, xalqimiz farovon yashasin, yurtboshimiz olib borgan ishlarga madad bersin. E'tiboringiz uchun rahmat sizlarga.